Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda trendda bo'lib turgan masalalardan biri peshkani. Yoki buni oynaga qaratsang, konditsioner yana bo'chadi, 3 litr, 5 litr asli to'ladi deb laf aytyaptilar. Agar o'sha laf aytib turgan odamlar haqiqatan aqlli bo'lganda qani bir mashina yaratsinlar qani. Bu mashina yaratgan insonlar hamma narsani mukammal qilib bo'lgandan keyin sotib chiqaradilar. Bular bize gap topib o'tirgan odamlardan aqlli bo'lgani uchun mashina yaratib qo'yibdilar-da. Hech qanaqa 5 litr, 3 litr, 100 dollar ekonomiya etmishsa bu narsa bilan. Bu ana faqat oyna parlanib yurishine sababchi bo'ladi. Konditsionerni predahlatini olib qo'ysanizlar. 100-150 da haydab borib konditsionerni qo'shib haydaydigan bo'lsan, konditsioner kompressor yuyadi dedilar. Bu aqlli insonlar hamma narsani ratchetini olib qo'yibdilar. Shuna e'tiborli bo'linglar. Dimom xarizmchasini aytganda dimom loq bo'lavermanglar. Hech nechik 5 litr, 3 litr, 4 litr, 2 litr benzin rasot etmaydi, u daraja bo'lmaydi. Bu narsa hammasi taqsimlangan. Salomat bo'lasizlar, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat.